Assalomu alaykum. Hozir mana xelatnimiz qo'lim turibdi. Ya'ni o'simliklar uchun tez ta'sir qiladigan mislardan bittasi va zarari kamroq. Biz ushbu misni hozir Pink Lady olma daraxtiga sepamiz. Sepishimizdan maqsad o'zingizlar bilasizlar, Pink Lady olma daraxti. Korxona nomini ko'rsatmaymiz. Mana mikroelementimiz, ebeti. Reklama emas, hech qanaqasiga, faqat noto'g'ri tushunib qolmaysizlar. Demak, buni ko'rsatishimizdan asosiy maqsad bu misni holatini ham ko'rsatamiz hozir. Tayyorlash jarayonlari bu toza organika, uni ishlatishimizdan maqsad aynan shu misni Pink Lady umuman yashil, o'zingizga ma'lum, hozir kuz oyi juda ham issiq kelyapti va biz kutgan salqinliklar, biz kutgan sovuqliklar haligacha kelmadi. Shu maqsadda biz yashil turgan daraxtlarning hammasiga bargini o'zimiz tabiiy ravishda tushirishga yordam beryapmiz. Chunki bunga asosiy sabab qilib shu 23-yillik qattiq anomal sovuq birdaniga daraxtlarni qattiq stressga tushirdi, sovuq urib ketdi, gul kurtaklarini ancha qiyin bo'ldi. 24-yilni boshi hosildorlik ancha kamayib ketdi bog'dorchilikda. Shuning uchun, ya'ni bunga asosiy sabab nima qilishimizga, ya'ni uxlamagan daraxt bilasizlar, uyg'oq bo'ladi, ichida so'ki suv bo'ladi. Kurtalarning ichida bargin tashashini hisobiga uxlash jarayoni tezlashadi. Va bu uxlashni tezlashtirish maqsadida buni oddiy qilib tushuntiraman. Ya'ni shu mis solishimizdan maqsad tezroq daraxtlarimizni uxlatish. Ya'ni yashil massadagi hamma daraxtlarni biz uxlatishimiz kerak. Shunda xudo xolasa yaxshi effekt beradi. Hozir bog'bonlar uchun bu ajoyib yangi layfhak. Mana men ko'rib turgan daraxtliklar apparatlar shtangil paxta g'ala uchun, sabzavotlar uchun ishlatiladigan. Biz bu narsani bog' uchun ham ishlashini ko'rsatib beramiz xudo xolasa. Nasib qilsa ko'rasizlar. Endi buni dozalarini aytib ketaman. Demak, aynan mana shu misni biz 1 tonna suvga 10 kilogacha qo'shamiz. Bu yerda bemalol hozir 600 litrli bochkaga 6 kilogacha qo'shishimiz mumkin. Bu zararsiz, baglarini xudo xolasa 10 kun, 12 kun uzoq to'kadi. Ya'ni qishga tayyorlab boramiz daraxtlarimizni biz. Shuning uchun kuzatib turasizlar. Xudo xolasa sepish jarayonlarini, bog'dagi Pink Lady olmalarning holatini ham ko'rsatamiz. Demak, mana mis hozir sovuq suv juda ham yana haqiqiy mis mana xudo xolasa o'z natijasini beradi. Sababini qilish bizdan, natija Alloh taolodan. Har doim ko'p aytaman bu narsani. Mana holati missi. Demak, hozir mana Pink Lady bog'iga keldim. Bu yerdan ko'p video qilardim. Xudo xolasa bog' o'zini boshqaruvimga o'tdi, ya'ni o'zim oldim, endi ko'rsataman. Demak, Pink Lady daraxtlari mana holati mana hali yashil turibdi. Shu yashil massada degani hali ham daraxtlarda uyg'oq. Biz bu uyg'oqlikni uxlatishimiz kerak. Shuning uchun uxlatamiz sekin-sekinlik bilan. Endi yashil massaga o'tgan-ku baribir to'liq emas. Daraxtda umumiy hisobda 70%, 80% da hali ham yashillik bor. Ya'ni bizni xudo xolasa hali ko'rsatgan misimiz yetib shu darajaga olib chiqamiz va to'liq tushib ketyapti deymana. Traktor kelyapti hozir. Uni ko'rsatib ishlashini ham ko'rsatib beraman sizlarga. Demak, traktor kelyapti hozir. Mana bu yerda bitta, bu yoqda ikkita, uchta. Narigi tomon 4, 5-qator turibdi. Men 5-qatorda sepamiz, kuzatamiz. Farqini solishtirish uchun hammaga qiziqlarga umiddaman. Demak, mana hozir qo'yib ketgan moslalarimiz bu yoqqa ham ko'rsatamiz. Mana traktorimizni mana bu qilib ketamiz. Mana ko'miladi. Tomonda mana bu Pink Lady daraxti, bunisi yonida goldini bor. Mana holat. Ko'rsataylik mana. Baglarning uchi ko'k rangga kiryapti mana. Ko'ryapsizmi? Yoniga yaqinlashtirib. Mana holat ko'p bo'lishi, ya'ni xudo xolasa kuydiradi to'liq daraxtni. Mana shu holatda bemalol hamma bog'bonlarimiz yaxshi bo'ladi. Bunalar demoleterli apparatdan foydalanishning foydasi yo'q. Assalomu alaykum. Hurmatli bog'bonlar. Men sizlarga ko'proq foydam tegishi uchun yangi tashabbus boshladim. Ya'ni boshlagandim va shu tashabbusni yana rivojlantirish maqsadida sizlarga o'zimning Telegram kanalimni havolasini xudo xolasa videolarim tagiga joylab ketaman.
Bu joylashishimizdan maqsad, agar bog'ingizda o'zingiz yecholmayotgan qanaqangidir muammo bo'ladigan bo'lsa, hosildorlik past yoki daraxtlarni shakl berishda, o'sishda, o'g'itlashida, tuproq tahlilida, suv tahlilida qanaqangidir muammolarga duch kelib, bog'ingizdan yaxshi foyda yoki yaxshi daromad yoki yaxshi hosil ololmayotgan bo'lsangiz, bemalol mani Telegram kanalimga o'zingizdan savollarni rasm video tariqasida yuborishingiz mumkin. O'sha yuborgan ma'lumotinglar, ya'ni savolinglar keng muhokamaga qo'yamiz va shu joyda men to'liq sizlarga javob beraman, xudo xolasa. Va o'sha sizlar yuborgan savol orqali bu hamma ko'radi. Balki kimdir bog'ida ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, qolgan bog'bonlar ham shu siz yuborgan rasm video savol orqali o'zlariga javob olishlari mumkin. Qaytaraman, o'sha Telegram havolamni joylab ketaman. Bemalol kirib savollarni kommentariyalarda yozib javob olishingiz mumkin.